Akalar assalomu alaykum. Tuzumchilar, yaxshimisizlar? Akalar qaranglar. Buni so'ngal bilasizlarmi? Bu qaysidir burniga chiqadi, qaysidir har xil joyga chiqadi-da, ko'proq burniga ham chiqadi manaqa joylariga, keyin qoshiga chiqadi mana shuna qilib. Hozir buni nima qilishni ko'rsatamiz. Xudo xolasa sizlar ham qilib ko'rasizlar. Inshaalloh effekt bo'ladi. Bundan oddiy mana diaksizon bor. Iloji bo'lsa rossiyskiysini olinglar, bo'lmasam O'zbekistonniki ham bo'laveradi. Marz olasizlar. Endi iloji joyicha, lekin shu bo'ladi. Yog'lama bo'ladi kaptar. Shuni olasizlar-da. Bismillah. Mana mashiga bu ko'zga kirsa ham ziyoni yo'q, lekin chunki ko'zni shamollashni ham oladi bemalol zagonli bu. Diaksizon juda foydali narsa. Keyin yarani ham mana qilib to'kadi. 5 kun surkab ko'rasizlar akalar. Mashal holda surkaysizlar. Lekin ko'zi og'riqqa ham bunaqa ko'zi kalla tomoni ishib ketganini qaytarmaydi-yu, lekin yozda ko'zi shamollashlar bo'ladi-yu, shunaqalarga ham juda zo'r effekt beradi. Yaxshi tez tuzatadi. Ancha-muncha ko'z og'riqlarini dorilardan ko'ra mana shu zo'r tuzatadi. Endi hozir o'zimizni kaptalar tushunmay kasallikka uchrab qolgan. Hozirda endi o'rta suvini beryapmiz. Xudo xolasa ularni ham sal davolab olamiz, lekin o'lgani o'ldi. Nima aytashaydi? O'rta suv mana qanaqa suv bo'ladi bu. Xullas iloji boricha suvga aralashtirmay beraverasizlar ekan. Men suvga aralashtirib berdim. Anaqa effekti zo'r bo'lmaydigan. Suvga aralashtirmay o'zini beraverasizlar, tayyor ekan. Ichini tozalaydi ekan. Hali don hazm qilmay bo'ladi. Jig'ildonlarda don turib qolsa, yaxshi effekt bo'ladi. Keyin Regidron berish kerak ekan. O'zi Regidron topolmadim. Bugun 5 ta 6 ta aptekaga kirdim. Yo'q Regidron. Odam aptekasida oladi. Mana shu o'rsa bor, o'rniga tayyorlab qo'ygan deyapti. Shu bor ekan. Keyin kimda qanaqa yechim bor? 91lik men nomerim 603 26 26. Shunga telefon qilib, tushunmagan. Yana kimdadir yaxshiroq yechim bo'lsa, effekti yaxshiroq. Lekin tushunmani tuzatish rosa qiyin ekan. O'lgan o'lib qolyapti. Hozir bu yerda bari sog'lari yaxshi hozir. Mana unda ham sal chuma kasali boriga o'xshab qoladi bugun hali. Hozir toshlar sal chiqib qolgan. Hozir lekin hozir nima aytashayman? Nima aytashay? Hozir kelib qarasam, donni yebdi, jig'ildonni rosa ko'p don. Hammasi yaxshi. Bu yerda yurganlar. Kasalni ajratib qo'ydik.